Xorneylar tuzumsizlar, charchayapsizlar. Mana bugun Yasin Chaparni o'g'illarning oldiga keldim. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Bu yo'ni adresi Jungu, Shinjan, Qashqar. Yasin Chapar deyiladi. Yasin Chaparni o'g'illari. Atingiz kim? İbrahim, Malik Abdulloh. Xursandman. Yaxshi. Hozir bu yerda Qashqarda eng katta qo'ra dulan qo'yilib turadigan joyga kelganmiz. Bu videoni butun esenga ko'rgan, lekin biz buni niyat qilib qo'ydik, shu yoqqa kelamiz deb, shu yoqqa kelib bitta dulan qo'yili to'g'risida tashkil etamiz. Bu yerda hozir Qo'ton degani qo'ra degani, bilib olinglar. Qo'tonda qancha qo'y, qo'chqor, qancha sog'liq bor? Qo'chqorning 5 bor, sog'liqdan 30 ta 50 qilsam. 30 ta 50 da. Xo'p. Bo'lmasam videoni men o'zim olaman. Qo'ylarni bitta o'zim video cho'tki qilib ko'rsatib beraman. Mana. Qo'ra deymiz. Mana birinchi qo'chqorimizni chiqyapti, ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q lekin. Mana. Alabatir deydi mana. Alabatir ha? Bu Alabatir degan qo'chqor. Yasin Chapar o'g'li Ibrohim hozir qaryapti. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu qo'chqorni bahasi qancha bo'ladi? 6 million sotmoqqa. 6 million. Jungu puli. Jungu puliga 6 million. Qo'yga lekin yo bitta dummasini ko'rsak, hamma dummasini so'raydi. Razrezi ko'rasizlar. Qancha? 820 ming dollar. Mana shu qo'chqor 820 ming dollarlik qo'chqor. Mana junini ham ko'rsataman sizlarga hozir. Tak, mana. Juni. Tak, dummasi, quyrug'i bizda dumma deyiladi endi. Tak, ko'rishingiz mumkin. Endi buni boshiga kelamiz mana. Mana bosh. Yosh qancha? 6 yosh. 6 yosh, 8 Mana qulog'ini qaranglar mana. Gap yo'q. Yo'q, o'g'ilma. Gap yo'q. 800 ming dollarlik qo'chqor. Buni qancha savdo qilsa bo'ladimi? Mana. Ha. 10 million bo'lsa bo'ladi. 10 million? 10 million qancha bo'ladi bu? Qanchaga berasiz? 10 million bo'lsa. 10 million, 6 millionga bermagan ekanlar, 10 million bo'lsa berarkan 10 millionni urib oling. 10 million. Mana menda ballari 2 million, 3 million savdo bo'ladi. Ha, 2 million, 3 milliondan savdo bo'ladi. Bir qo'yga qo'y berish, qachil berish qancha bo'ladi? Savliqqa 10-15 ming. Bitta sog'lugiga bir marta sakrashi 10-15 ming bo'ladi. 1 million qancha bo'lar ekan? 370. 1 million 370. 1 million 370 ming dollar bo'lsa mana shu sotilar ekan. 1 million 370 ming dollar bo'lsa sotilar ekan. Sakra beradi. Bitta sakrashi nechi pul? Bo'g'oz bo'g'icha. Mana bitta sakrashi bo'g'oz bo'lguncha. Bitta sog'liq olib kelib qo'ysanglar, sakra berishi 2 ming dollar ekan. Bitta sakrash. Bo'ladi. Bu qo'chqorning ati kim? Alabatir. Alabatir degan qo'chqor. Yo'ldosh Chaparni o'g'illari yana Ibrohim ko'rishingiz mumkin. Yasin Chaparni. Bo'ladi. Buni kirgizib qo'ying. Kirgizib yuboring. Ha, ikkinchisini chiqaramiz. Lekin bitta menga nima qilib yuboringlar? Qo'raga bitta obzor qilib beringlar. Qo'rani qaranglar. Qo'rani. Yemini ko'rasizlar. Savzi, makka, kepi, arpa. Mana. Yemi ham, qo'ra ham lekin вообще. Gap yo'q. Chiqaravering uni. Siz tez urib turasiz narxini. Ke, krasavchik. Joy krasavchik. Jarraydi. Mana kallani qaranglar, garbonosi. Gap yo'qmi lekin? Mana bo'nimda. Ha? Niki o'xshaydi. Burgut. Qulog'ini qaranglar mana. Metr yo'qmi metr? Metr yo'q. Yo'qmi metr? Mana. Bu qancha tish? Buni tishima? Ha, 4 tish. Buni narxi qancha? Buni narxi 13 million necha pulga beradi? 13 million bo'lsa. 13 million? 12. 12 million. 12 million. Mana. 12 million. 1 million 650 ming dollar bo'ptim. 1 million 650 ming dollar bo'lsa sotilarga. Bir qo'yga sakrashi qancha? 2 ming 2 ming 20 ming? 20 ming bu qimmatroq ekan mana. Bu nechta? 2700 dollar bitta qo'yga sakrab qochirib berish.
Gap yo'q lekin. Buning ismi Jungo Güzeli birinchi numar. Ha, Jungu go'zali shumi? Ha, Jungu go'zali mana shuni biz ko'rganmizda Jungu go'zali degan qo'chqor to'rtish go'zali. Jungu go'zali degan. Narxi necha pul bo'ladi? Gap yo'q lekin. Просто tilo. 1 million 650 ming dollar. Jungu go'zali 1 million 650 ming dollar bo'lsa sotilar. 1 million 650 ming, a? O'ylayapsizlar? Gap yo'q lekin. Mana. Keyin bu ham agressivniy bo'lsa mana. Ha, qo'chqor. Bu 11 oylik a? 11 oylik. 11 oylik mana qo'zi qo'chqor. Hali tish bizmagan. Tishini bitta ko'rsatib qo'yaylik shuni tishini. Mana tish qo'zi bo'ldi, barra, yaxshi. Bu qancha bu? Bahasi qancha? Ha? 11 million sotmagan. 11 millionga sotmagan. Qancha bo'lsa sotiladi bu? 20 million bo'lsa sotiladi. Quloqqa qaraylar mana. 20 million. Eng yo'g'ani shumi? Buni ati nima buni? Jungo Güzeli besilmas. Ha, Jungo go'zali bosolmas, basalmas. Jungo go'zali bosolmas degan qo'chqor ekan. Ko'rasizlar. Qancha bo'lar ekan? 1,5 millionga sotilmagan, 2 million 750 dollarga sotiladi. 2 million 750 dollarga. Nimaga bu qimmat? Nimasi bu? Nimasi? Qulog'i cho'q. Qulog'i kattaligi, mana bu yerda ham. Hammasinikidan cho'ng shuniki. Mana 11 oylik qo'zi qo'chqor nech pul bo'lsa ekan? 2 million 752 berilar ekan. 2 million 750 ming dollar bo'lsa sotilar ekan mana. Ko'rasizlar? 1,5 million dollarga sotilmagan. 1,5 million dollarga sotilmagan mana. Quloqni qaranglar, kattaligini. Shrinasi где-то bilmayman nechi bu. Katta bu, katta. Haqiqatan katta. Beshim o'xshamaydi mana, chiroyli. Gap yo'q. Bitta quyrug'ini ko'ringlar, shuni quyrug'ini. Mana quyrug'i. Dumba razrez ekan lekin, dakansa razrez. Gap yo'q lekin. Jaraydi. Ibrohim Palvon. Ko'z tebesin, yaxshi. Zo'r. Mana, narxni ko'rasizlar. Kirgizib yuboring buni ham, bo'ldi. Buni kirgizamda. Buni ballari qanchadan olsa bo'ladi? Ballarini-chi? Buni ballar tug'ilmadi. Tug'ilmadimi? 5-10 kundan keyin tug'ildi. 5-10 kundan keyin tug'iladi. Mana, qo'rani qaranglar. Mana dadisini biz 4 million qildi. Bu qo'tan qanchaga tushadi? Bitta qo'tan. 10 ming kun. 10 ming qo'y. 10 ming qo'y qancha bo'ladi? Qo'tan yasaladi. 10 ming. 1,5 ming. Mana 1,5 ming dollarga bitgan qo'ri ekan mana shu. Yog'ochdan qilingan. Mana ikkinchisi chiqyapti. Bunisi sal agressivniyroq. Bunisi suzadigan rosa. Mana buni ati kim ati? Margan. Margan? Jungo Güzeli Margan. Jungo go'zali Margan. Jungo go'zali Margan degan qo'chqor. Bu ham 11 oy a? Bu 12 oy. 12 oymi? Bu muqo'za. Ha, bu ham qo'zi tish bizmagan mana. Akasi uni, ha? Adisi bir. Buni akasi, bu ukasi ekan, bu akasi ekan mana. Buni anasi qaysi? Uni anasi boshqa yerda. Boshqa yerda, atasichi? Jungo Güzeli. Jungo go'zali, Jungo go'zali o'ldi. O'lib qoldi. O'lib qoldi. 1 millionga? 4 million. 4 million. Buni 4 million urib yuboring. 600 mingga buni otasi olingan. Qancha oldin? 2 yil, 3 yil qancha oldin olingan atasi? Atasi 3 oyda kelib qoldi. Yo'q. Sizlar qancha oldin oluvdinglar atasini? Biz 4 million. 4 millionga qancha oldin oldinglar? 2023-yil. Ha, 2023 olingan, 3 oydan keyin o'lib qolgan. Mana shundan ikkita bola qolgan. Buni bahosi qancha? Bu 6 million. Ha? 6 million. 6 million. 6 million. 820 ming? 820 ming, 1 million 820 ming. 820 bu mana sal arzonroq ekan. Mana. Buni bahosini jiq qimmatligining sababi quloq bashdami buni? Yo'g'onmi quloq? Quloq yo'g'on mana, quloqni ham bunaqasiga ham ko'rsataylik mana. Quloq yo'g'on, garbonos вообще. Bizda ham garbonos bilan quloq rol o'ynaydik. Bularda ham xuddi shunaqa quloq bilan bash yaxshi rol o'ynaydi, bash. Mana. Gap yo'q. Gap yo'q lekin qo'chqor. Ko'rsatyapmiz. Mujik. Bo'ladi, buni ham kirgizib yuboring. Kiraversin. Qo'chqorni qaranglar, o'zini bitta yurib bersin mana shu. Mana. Gap yo'q lekin.
Belli qaranglar tekisligini. Dummani razrezdan dummas. Tak, razrez. Dummas bo'lmay. Aman yanlı qo'yning quliq yanında kichik bo'ladi. Ha. Duman qo'yna cho'ng bo'ladi. Ha, yana qo'chqor. Bu qo'chqormi? Bu go'shtmi? Go'sh. Mana quliq kichik bo'ladi mana. Ha, kichik. Mana bunda yo'g'on bo'ladi, shun qimmat. Shunqa bu bilan qo'y bizda go'sht. Bu qimmat. Bu qimmat go'sht. bizda. Mayadimi go'sht, lekin mana 5 dan man chiroyli bunda bo'ladi. Ha, Quliqim bo'ladi, yo'g'on. gap yo'q lekin. Mana hozir urug'ini alsa bo'ladimi urug'ini? Sotiladimi? Qancha? Ora 20 ming bo'lsa. Bitta urug'i qancha qo'yga qachirishga yetadi? Qancha qo'yga qo'ysa bo'ladi? Shunday qilmaymiz. Uzundan sekatamiz. Biz urug' yetkimaymiz. Urug'i shundan olib ketsa bo'lmaydimi? Urug'ini salib undan. Yo'q, doktor bo'lsa qilib beradi, qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi. Bo'ladimi? Qancha bo'ladi shu? Puli qancha? Puli. Ha? Urug' 10 ming. 10 ming? 10 ming degan urug' 10 ming qancha bo'ladi? 1400 dan urug' ekan. Urug'ning ichida nechta bo'lishini bilmaymiz lekin. Mana kirgizib, laboratoriyaga kirgizib, urug'ini olsa bo'ladi. Biz olib borib искусственный shuni qo'ysa bo'ladi. Bu yoqdan olib chiqib ketish juda ham muammo, qiyinchiliklari ko'p. Buni olib ketish deganda ham buni puliga chidashi o'zi bo'lmaydi. Chunki bu bizdagi borguncha qanaqa boradi? Bu sovuqqa chidaydimi, chidamaydimi? Sovuqqa. Sovuqqa, men yarla qo'ydik chidamaydi. Bu qo'ychalik chidamaydi, yaxshi. Shuning uchun ham qimmatda. Bu hozir mana qo'raga pechkalar yoqib, xonani harorati va shu zo'r ko'chadan suvlaygan. Ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, buni ham kirgizavering. Buni ham kirgizavering. Va do'stim bilan chidamaydi. Uni urmaydi. Bo'lmaydi. Yem nima? Ha, yem bilan ketadi. Qo'rsoq qamaraqmi? Ha, qo'rsoq ochgan ha. Qo'rsoq ochgan. Mana. Buning ichida nima bor? Sabzi, qunaq, kepek. Sabzi, jo'xori, kepek, arpa yo'q ekan. Qunaqmi? Ha. Qunaq bu jo'xori deyishar ekan. Kepek. Mana. Qo'chqorni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdan ko'rsataman sizlarga. Gap yo'q lekin. Bu birinchi marta hali esingizda hech kim bunaqa qo'rani syomka qilmagan. Biz ishqiboz bo'lganimiz uchun bu yoqqa kelib ko'rib, narxlar bilan tanishib, maqomimizni gap yo'q lekin. Hozir men sizlarga bitta qo'rani obzorini qilib beraman. Qo'rani bitta obzorini qilib beraman. Hop. Mana qo'rani ko'rishingiz mumkin. Mana. Bu yoq tarafdan qo'ra. Bu yoqda mana yana bu yoq tarafdan ham qo'ra. Mana. Bu yoqda yoziqlar turadi, yoziqlar yo'q bo'lib ketdi. Ha? Nariyoqdami? Ko'cha Taladami? Talada degani ko'chada menimcha. Mana suvni ham mana shunaqa berishar ekan. Bunga qancha odam qaraydi? Bunga qo'yga jem cho'p bergani qancha odam qaraydi? Necha kishi qaraydi? Bir kishi. Bir kishi qarar ekan mana. Suvni nimasini alohida berar. Endi savliqqa o'tamizmi? Savliqqa ketdik. Sog'liqlarga boramiz endi. Bam oyoq tagiga qaranglar, gilamlarni solib qo'yishganligini. Gap yo'q. Mana. Mana. Bu bo'g'oz a? Bo'g'oz. Besilmasdan jungu go'zal besilmasdan bo'g'oz. Jungu go'zali besilmasdan bo'g'oz. Ha, olib chiqing. Olib chiqing. Ke. Ey, gap yo'q. Men bu yoq tarafga o'tib olay. Ha, yaxshi. Mana. Bu qancha yosh? Qo'zimi? Qo'zi, barra. Qo'zi. Manam qulqi yo'g'on. Qulog'i yo'g'on ekan, boshi ham dev ekan bu. Qo'ziga gap yo'q. Alabatirni balasimi bu? Dummani qaranglar mana. Dumma razrez. Bu qanchalik bo'g'oz? Bu hozir 4 oy. 1 oydan keyin tug'adi. 45 kundan keyin. Bu hozir bir tug'ganda shikkin tug'animi, birnimi?
bir tug'ganda ikki tug'anim birmi? Mana xususiy bir tal bola. Ha, bitta tug'adi, ha. Ikkini ham tug'adi, ha. Ha, bizani qo'ylarga o'xshagan, bular ham bitta yoki ikkita tug'ar ekan, ko'rishingiz mumkin. Mana. Garbanos lekin bu yoqdan unaqa yaxshi mana. Mana. Garbanos. 720 ming qag'imda kichik. 720 ming urib yuboring. 4 oylik vaqtida 700. 4 oyligida 720 mingga. Hozir 1,5 million qoldi. 1,5 million. Sotmadik. 3 million. 4 oyligida 100 mingga olgan. 4 oyligida 100 ming dollarga olingan ekan mana shu savol. Hozir qancha? Hozir 3 million bo'lsa sotiladi. 1,5 million sotmadik. 3 million bo'lsa sotiladi. 3 million deng. 410 ming dollarga mana shu savol. Biz ham qo'y boqimizda deb yurimizda deb mana. Narxni ko'rasizlar. Gap yo'q ekan. Ayg'in tatam bo'lgan. Ha. Mana. Mana ikkinchisini olib chiqamizmi? Mana ati kim? Buni otisi Alibatur. Yo'q, o'zini ati kim? O'zini ati. Nimasi? Ati bormi? Ati bormi buni? O'zi. Ismi kim? Ismi yo'q. Ismi yo'q. Ismi yo'q. Ha, ismi yo'q. Biz o'zimiz qo'yamiz. Buni Aygul qo'ysa bo'lmaydimi? Aygul. Ha? Aygul bilan. Bo'lmaydimi? Bo'ladi. Odamning ismi yo'q. Yo'q, bizda ham Aygul degan chiroyli ism Aygul. Xolasidir, onasidir. Sizlar ma'butanlas Aygul bitti birinchi. Ha. Bizda qo'y Aygul, prinsessa shunaqa qo'yadi bizda. Mana. Bu kichik aka 7-8 oylikmi bu? Bo'g'oz. Bo'g'ozmi bu? O'sha 10 kun qoldi. 10 kun qoldimi bu? Yelinni bitta ko'ringlar shuni. Yelin bizdagi sutoqli bo'lmas ekan, lekin yelini katta ekan. Buni dummasini qaranglar mana. Mana dummasi tak. Mana dumma. Mana уже 10 kun qolibdi tug'ishiga. Bu Buni ati yo'qmi? Buni ati yo'q. Sizlar qo'yamiz buni. Buni qaraqash qo'yaylik, qaraqash. Bu qo'zi. Qo'zimi? Buni bizda qo'yni shikitish qilib keyin qo'chqarga qo'yadi. Shikitish qilib, to'g'ri shikitish qilib keyin qo'chqarga qo'yadi. Biz 6 oylikni qo'yamiz. Bunda qo'ysa, bundalikda qo'ysa qo'y katta bo'lmaydi, cho'ng'ayib katta bo'lmaydi, kichik bo'lib qoladi. Yo'g'ini hamda. Yo'q ham bo'lmaydi, ha. Bizda shunaqa. Bizda shikitish qilib keyin qo'yadi. Bu yoqda 6 oylik qilib qo'yib yuboradi. Shuning uchun menimcha bo'ylari kichkina bo'lsa kerak. Taqim bilmayman. Qulog'ini qarang. Qulog'ini mana bunaqa pastga bosib bo'lmas ekan. Qulog'ini o'zi turishi, strukturasi shunaqa ekan. Atrab 6 yosh, 8 yosh o'z qirisa bilanmi yo'q? Qo'y chiqaradimi? Bo'ladi. 10 yoshgacha qo'yadi. 10 yoshgacha yuradi qo'shiq. 10 yoshdan keyin qirisa bilanmi? 10 yoshdan keyin уже Yeytamda. ha, et bo'ladi, et yeydi. Mashina. Gap. Ha, chiqdi. Buni alabatir gapi yo'q lekin o'tirishini qaranglar mana. Xuddi anaqaga o'xshaydi. Adamdek turdi. Ha, adamdek turadi. Nima gap og'aylar? Mana shuni videoni oling-da. Mana buni oling-da, mana shu yoniga turib oling. Mana shu yoqqa turib oling. Og'aylar, nima gap? Ha? Qalaysan? Voy, krasavchik. Mana. Ha? Mana buni qaranglar, gap yo'q lekin. Oyog'ini chiqarib olganini qaranglar buni. Allah botir. Bu yoqdan oling, bu yoqdan. Mana to'sh qarang. Mana. Buni juni 40asizlarmi, 45sizlarmi? 40miz 4-oyda. 4-oyda 40asizlar. 4-oy bahori qaysi qanaqasi bo'ladi? Aprel. Aprelda 40 aprel. Mana yo'qdan bitta oling kallani. Kallani bitta oling mana. Yonboshdan. Ha, mana. Kallani bitta ko'rsating mana shu yerdan. Allabatir. Hay qo'chiq. Allabatir. Bo'ldi, bering hozir. Allabatir degan qo'chqor shu ekan mana. Mana. Bo'ladi, buni ham olib kiravering. Kiraversin. 10 kundan keyin tug'ar ekan, 6 oyligida qo'yishar ekan.
Buni tagiga mana ko'rishingiz mumkin, qipiqqa o'xshagan. Endi bizda qipiq apilka sotsak, bular somon sotishar ekan tagiga mana. Somon. Bular jaylovga chiqadimi, chiqmaydimi? Jaylovga. Ko'chaga. Taqqa. Yo'q, taqqa chiqmaydi. Chiqmaydi, shu yoqda turadi. O'sha yoqda. Faqat shu yoqda turadi, chiqmaydi hech qayerga. Mana bularda ko'chaga chiqarishmaydi ekan aylangani. Faqat shu yerda turar ekan, qo'rida qamalib turadi. Endi qani ishda meni ham 1 million, 1,5 millionga qo'ymagandan keyin ko'cha tugur hovliga chiqarmas edim. Lekin gap yo'q. Mana. Bu yoqda ikkinchi qo'ra. Qo'rani ichidan uramizmi, ha? Qo'tanning ichidan uramizmi? Qo'tanning ichidan. Mana kichkinasi. Bu savliqmi, qo'chqormi? Sog'liq. Savliq, mana savliq. Bu qancha? Shikkay bo'ldimi? Shikkaylik. Shikkaylik qo'zi mana. Shikkaylik qo'zi. Nechta bu? 154 ming buzog'i. 154 ming qo'yga silagansizlar. Buni enasi bormi? Anasi shu yoqdami? Yo, uzunlamog'i. Bu enasini emmasa bu katta bo'lmaydi, kichik bo'lib qoladi. Echki. Achka? Echkini qo'yadi. Echkimi? Ha, echki. Ustini emsi bo'ladi. Yaxshi. Bo'ladi echki. Ha, bo'ldi, tushundim. Bu qancha mahal emadi echkini? Necha 2 mahal, 3 mahal, 4 mahal? Qancha? Echkini. Nima? Ha. 5-6 qatim. 5-6 qatim, 5-6 marta emar ekan mana. 150 ming dedingizmi? 150 ming. 154 mingni urib oling, qancha bo'ladi? 154 mingga mana shu olingan ekan. 21 ming dollarga qancha oldin olindi bu? 154 mingga necha kunni oldin olindi? 1 oylik vaqt. Ha, 1 oylik vaqtida hozir 1 oy bo'libdi olishganligi mana. Bitta quyrug'ini ko'ringlar shuni. Mana quyrug'i. Gap yo'q. Bo'lar. Bucha? Ammo Ha. bu arzon. Arzon qancha shu? 23 ming? Bu 23 mingmi? Bu rangi qara bo'lmagani uchun arzonmi? Nimaga arzon bu? Mana shu xilga o'xshamaydi mana. He, ikkisi o'xshash kerak, a? Shundan qimmat bo'ladi. O'xsha, bunda odam cho'ng bo'lish kerak. Men kichik bu. Ha, bu kichik. Bu qancha bu? 30 ming? 30 ming nurvoq. $4100 mana sog'liq bo'lib, bu yoqqa chiqaring. Jaraydi, bo'ladi bizga shunaqa qo'ylar. Mana sog'liq. $4100 ga mana shunaqa. Bizga endi ko'proq qo'chqor kerak, sababi ko'proq sog'liqga qo'yamiz. Sog'liqni bitta qo'chqorga qo'yamiz lekin mana. Dummasidan muammo yo'q ekan lekin. Dummasi razrez ekan mana. Dummasi kaylanikiga o'xshamagan ekan, Pokistonnikiga, lekin bu boshqacha mana. Mana boshini ko'rasizlar. Bu bo'yni ham uzun ekan, mana bo'yni ham uzun ekan. Quloqni bundoq qilingchi. Ana. Bo'ldi. Ikkinchisini ushlaylik. Ikkinchisi qancha? Bu. Ammo Ha. 50 ming. 50 ming, где-то 6,5 ming, 6700 mi? $6800 pul bo'lar ekan bilamiz. Bu qartangmi? 8 tish ekan. 8 mi 6 mi? 8. 8 ga. 8. Yo, ha, buni garbonasi unchalik emas ekan, to'g'ri. Buni ma'munasi unchalik katta emas ekan, lekin quloq bor ekan. Xo'p, garbonasi o'zimizda ham bor, chiqarsa bo'ladi. Mana buni garbonasi ham zo'r, quloqi ham zo'r ekan. Bu qo'zi qani edi? Bu qara qo'zi qaysi qo'zi? Bu mana bolasi. Ha, buni bolasi bu. Bolasi sotiladimi buni? Sotiladi. Bu qancha bolasi? 30 ming. 30 ming? Qani? Sog'liq. Sog'liqmi? Sog'liq. Quyruq ko'ringlar shuni quyrug'ini. Mana, bularda ham farqi bor ekan, elita emas degan. Nimasi bor bularda ham. $4100 mi? Mana shu ona bola shikkovni qanchaga berasiz? Shikkovni, ana bola, shikkov. Mana yana bir bolasi bor. Buni shikki bolasi bormi? Mana ikkisi. Shu ikkovi qanchaga berasiz? 100 ming bo'lsa olishchi. 100 ming o'ringchi. 100 ming deydi. Ish bo'ladi. 1 million bo'ladi, 100 ming. Ha, 100 ming.
Nechi pul? 13700. 13700 dollar pul bo'lagan shu uchalovi. Tushib berasizmi buni? Ha? Tushib berasizmi? Sal tushimiz. Tushasizmi? 10 ming do'ringchi? 10 ming do'ring uchaloviga. Hamma ko'paytiraymi? Ya 10 ming dollari bo'ling. 10 ming dollari bo'ling. Voy. Oh. Ko'paytiramiz. Ha, Yaxshi bo'ladimi? 73 ming. 73 ming bo'lamdimi? Ha? 73 ming. 90 ming bo'lsin. 90 mingmi? Ana savdo qilib oramizmi? Buni olib chiqib ketishni o'ylayapman-da, atak bor-ku, vashli muammo yo'q. Ha. Mana. Bu ikkisi sog'liqmi, qo'chqarmi? Shikili sog'liq. Ikkalovi sog'liq ekan-da. Mana 3 ta sog'liq bo'lar ekan, 8 tish. Kelib turman. Ko'rishingiz mumkin. 10 ming dollardan sal oshiqroq uchaloni beriladi. Sababi qulog'i ikki yog'i bir xil emas. Irangan boshqacharoq buni. Shuning uchun bu arzonroq. Bolalari ham bunaqa turkin emas bizani qo'ylarga o'xshagan. Lekin qo'ylarni quloq kalla bilan ancha ish borsa bo'ladi. Quloq kallani olsa bo'ladi bizga. Kerakli shu. 12300 bo'ldimi? 12300 ga mana shu ekan. Bo'ldi, keyingi qo'raga o'tamizmi Qo'tanga? Bizda Qo'tanni qo'ra deydi. Qo'ra deydi, ha. Ketdik. Lekin gilamlarga yoshi 5. Gilamlarga. Qo'raga ham 5. Hozir bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz-a bular. 4 qoldi. 4 qoldimi? 4 qoldi. Kuniga bozor. Ha. Kuniga bozor 4 qoldi. Mana buni yoping. Ibrohim, qo'yni qancha yildan beri boqasizlar, boqotasizlar? Qancha yil bo'ldi? 3 yilmi? 3 yildan beri mana qo'y boqishar ekan. Birinchi nechta qo'y olgansizlar? Birinchi olgan qo'ylar qaysi qo'y bo'lgan? Birinchi qatama Qardulonda bir qo'chqa olgan. Ha, qancha qo'yga? Qancha pulga? Pul. 5 million olgan. 5 million? 5 million. Birinchi qo'yligi. Qancha bitta qo'y olganmisizlar? Qo'chqarmi, savliqmi? Qo'chqar. Ha, qo'chqar. Mana 680 mingga bitta qo'chqor olishgan ekan. Birinchi olishganligi. Bu nimani bo'lasi? Buni dadasini bilmayman. Dadasini bilmaysiz. Bu sizlarni Qo'tanda tug'ilganmi? Ya ag'a. Ha, olgansizlar buni. Biz mana elib bir O'xshashmasa buni ham. o'xshash. Mana bir bolasini biz tug'ilgan kuni 140 ming ko'p sotdi. Ha, 140 mingga tug'ilgan kuni. Hozir 700 ming ko'p sotmoqda. Ha, sizlardan olib 700 mingga sotmayapti. 8-9 oylik bo'ldi. 8-9 oyligi. 摄像机启动中，请等 Gap 待 yo'q. Bu qancha oylik bo'g'oz? 4 oylikmi? 3-4 oylik bo'ldi. 3-4 oylik. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Tug'ilganda 19 mingga sotib olgan ekan. Ha, 19 ming. Hozir. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Mana qo'ylar. Bu qarasi qancha qarasi? 160 ming oldi. 160 ming. 160 ming 15 ming dollar bo'lib qoladimi? 21 ming, 21 ming dollar ekan qora sog'li mana. Bu qancha? Kichikmi bu? To'g'rimi? Qo'za. Qo'zimi? Qo'zi shuni ham bitta qarani. Ha, qarasin. Чек. Ikkiga bizyapti уже. Ikkiga bizyapti уже, ikkiga. Jaraydi. Mana. Mana ham yaxshi qilyapti. Yaxshi, bo'ladi, jaraydi. Kalla lekin nima deyapti? Dilshod ekanmi? Lorenzo degan qo'chqorlari bor. Shunga o'xshaykanmi? Qo'yib yuboring, qo'yib yubor. Mana. Mazza qilib ko'radiganlar uchun ne bu bor? Qo'y uchun millionlarga emas, mazza qilib ko'radiganlarga. Mana. Gap yo'q. Mana. Voy. Gap yo'q. Keyingi Qo'tanga o'tamizmi? Ochib yuboring. Peki. Mana. 网络连接成功，请扫描设备二维码，添加设备。 Mana
Bu yoqda ham bo'g'ozmiylik tug'ib bo'ldimi bular? Bo'ldi, qo'chqor tushmagandir. Bular qo'chqor qo'yilmagan, qisir. Qisir qo'ylar. Bu qo'y nima qilyapti? Go'shtmi bu? Mana kuyligini topadi. Kuylagan topada var qo'shasizlar. Bu qo'chqar. Yaxshi. Uje kech bo'lmadimi? Misol bizada, bizning Toshkentda qo'yni kuzda qo'yadi, kuzda. Kuzda qo'yadi. Hozir qo'ysa, jazda tug'ilib kichik bo'lib qoladi. Ballari sut emas, suv ichadi, suv. Shunga kichik bo'lib qoladi. Mana qaranglar. Bash qo'y. Bu qo'ylarni kelib chiqishi qayoqdan chiqqan o'zi? Qancha yil oldin bu yoqqa kelgan? Qashqardan. Qashqardanmi? Yo'q, bu qo'y nima qo'ydan chiqqan bu? Nima qo'y qo'shib chiqilgan bunga? Afg'ondan ko'lam yerlik o'shana bulan. Bo'l. Lekin yaxshi qo'y ekan-a? Bular ati yo'q, ha? Oti yo'q. Ati yo'q, qo'yilmagan. Yaxshi. Mana bu yoqda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita. Yettita qo'y bor. Gideta bo'tda hozir endi mana hisob kitobim bo'yicha ancha qo'y bor. Bu yoqda ham bormi qo'ylar? Bor. Bu yoqda ham bor. Bu yoqqa chiqamizmi? Ketdik. Ketdik mana. Qo'ylarni ko'rib mazza qiladigan joyiga keldi uje. Bu yoqda nima? Bu yoqda ballarimi? Ballari mana, ballari. Ballariga kiramiz. Ballariga. Ani. Bular qancha? 3-4 oy, a? 3-4 oylik qo'ylar mana. Tak. Bular qo'shqarmi? Hammasi tishi. Hammasi hammasi sog'liqmi? Bular qancha bu qo'chqarning ballarimi? Bu qo'chqarning ballari. Bular qanchadan bahasi? Birovni. Ile hammasini olsa qanchadan, birovni olsa qanchadan? O'xshamaydi bahasi. O'xshamaydi, hammasi har qanday, ya. Mana. Bular qanchadan narxi? Misol mana qara. Bunda kichik 165 ming. 165 mingga ag'i, ha. Mana. Ko'rib mazza qiladigan joy, quloqlaygan keldi. Bu so'zimi bunda ham? So'zi bu cho'p, ha? Kunjur. Cho'p. Kunjur. Kunjur. Ha, bo'ldi. Sildim deysizlar buni. Kunjara. O'xshashmi? O'xshash. Kunjara. Buni sariq bor-ku, sariq. Jo'xori ham bu yoqda. Bunda tayyor yemlari bor. Tayyor yema. Unga ukol qilasizlarmi, ukol? Ukol. Nima ukol qilinadi? Quri suzlantirish. Vitamin qilinadimi? Vitamin. Og'iz og'riq. Og'iz og'riq. Chechak. Brusellozni nima deydi sizlarda? Brusellozni. Brucellozmi? Silos deymiz. Silosmi? Yaxshi. Bu qo'chqarlar, bular borku. Bu 8 oylikdan keyin qo'yga sakraydimi? Sakraydi, 8 oy. 7-8 oyda sakraydi. Buni kichiklarni savliqqa 6 oylikda qo'chqorga qo'ysa bo'ladi, ha? Bo'ladi. Shuni kichik qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Bo'ladimi? Bu nima bu? Nomermi? Mana yasagan odammi? Yasagan odam nomeri. Qora yasagan odam. Yaxshi, mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa kalla quloq bo'lsa, ishlar 5 bo'lib ketadi. Bizga shu kalla quloq kerak bo'pti. Dumba bashi zo'r. Junini chiqarib olish muammo emas. Junini bitta gisarga qo'ysa, buni junini bittada tozalaydi yoki afg'onga qo'ysa bittada tozalab oladi. Shundan qani harakat qilib savdo qilamiz. To'g'ri kelsa olamiz. Bitta qo'chqor olib ketamiz. Bitta qo'chqor.
Savdo qilamizmi? Qilamiz. Bo'ldi. Bo'ldimi qo'y tuganim, naryoqda ham bormi? O setib qo'ygan, tugidan. Bular sotildimi? Jax, shuni bir videoga tortib qo'yaylik. Tak, mana. Bu yoqda ham bular sotildi hammasi. Mana. Bular sotilib bo'lgan ekan o'sha. Mana buni qaranglar. Ana turdi. Mana. Mana. Soluni ko'rasizlarmi? Kallani, quloqni, dumba razrez ekan, eng qizig'i bor. Shunisiga men nima qildim? Mana. Gap yo'qligi. Xo'p, endi bu yoqdan bitta ko'rsatamiz. Mana shu qo'riga kelishni niyat qilgan edik. Qo'rani atmosferasiga bitta baho berasizlar. Gap bu yoqda mana echkilar nima uchun boqishar ekan? Echkini qo'zini 1 oylik qilib ham savdo qilib olishar ekan, echkiga qo'yib emizib katta qilishar ekan. Mana. Qo'rani ko'rasizlar? Gap yo'q. Voy qo'chqor. Ay qo'chqor, ay qo'chqor mana. Qo'chqor qaranglar, hozir men bu yoqdan beraman sizlarga. Shu qo'chqor mana. Hey. Mana. Ay, chuk. Suzarganligi bu. Yelkalanib ketganmi deyman, yo'q, quturib ketganmi suzar. Bular bedasi bizga o'xshamaydi lekin. Mana. Mana, bu tuzmi deyman? Bu tuzmi? Ha, sho'tuz. Sho'rtuz, ha, bor. Tuz bizanikiga o'xshamas ekan. Tak. Hey. Ay, yaxshi. Mana. Ay. Mana. Ko'rdinglar, to'g'rimi? Birinchisi bu. Xo'p, endi bu yoqda kelamiz. Mana buni qaranglar. Mana. Mana. Shu yoqda necha pul bor deb o'ylaysizlar? O'xshi o'zingizlar. Nima deb o'ylaysizlar mana? Mana qo'ra. Mana. Qo'rani ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q. İbrahim. Bu qo'yni Baxturinni yoq. Bu qo'yni hozir savdo pitsa. Buni Toshkentga jo'natib berasizlarmi yo'qmi? Bilmaysizmi? Shuni qilib bersanglar, savdo qilaylik. Qo'yni. Surishtirib baqing. Surishtirib. Metrollarda. Shu ishimiz pitsa. Qo'yni savdo qilamiz, olib ketamiz. Ikki yoki bir qo'chqarni, ha? Bo'ladimi? Yarim qo'chqardan birini. Mana shu qo'chqor 11 oylik qo'chqor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q lekin.